Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Akalar, mana Telegram kanalimiz a'zosi akalar Tojikiston Tursunzodada yashovchi Bahabajon akamiz buyurtmasi tayyor bo'ldi. Akamiz bizga aloqaga chiqib, Bahodir yaxshi uka bir jup nabor kerak sovg'aga dedi akalar. Mana Rossiyaga akalar Alloh nasib qilib Piter shahariga Andijondan turib akalar mana 4000 rublga ikkinchi jo'natib o'ryapmiz. Akalar bularni xo'p, lezvalari toza klapandan bo'lgan. Mana bu gulvantlari, bu kallalar akalar latun, tillaga o'xshab yaltirab turadi. Ruchkalar akalar rossiyskiy yog'ochdan bo'lgan. Chopqisiga akalar mana Andrey Barasovich deb yozdirib edi. Mana Musat akalar bunisi go'sht beladigani, bo'g'izlagani, terishiladigan pichoq. Akalar chamadonning ustiga ham chiroyli qilib yozdirib qo'ydik. Xo'p, endi akalar mana buni sayga shoxdan bo'lgan. Bunisiga ham akalar mana Dmitriy Valeriyevich deb yozdirib, pichoqlariga ham chiroyli qilib akalar ismlarini yozdirib qo'yganmiz. Kimga kerak shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, akalar nomerlaringizni yozib qoldiramiz, pastda aloqaga chiqaverasizlar.